bilan, ya'ni jadvallar bilan ishlaymiz, diagrammalar ham prezident maktabining ikkala bosqichdan ham birinchi o'rinda qabul qilinganman. Demak, bu narsa 2x o'zimizga ancha foyda keltirar ekan. 24-o'rinda kirsam ham bo'ldi degan niyat kerak. Assalomu alaykum barchaga. Blueprepga xush kelibsiz. Blueprep bu prezident maktabi bitiruvchilarining ochgan birinchi akademiyasi. Bugun men sizlar bilan bu yog'iga prezident maktabining birinchi bosqich imtihoni bo'lmish matematika qismidan sizlarning o'qituvchingiz bo'laman. Qani bo'lmasam ketdik. Blueprep haqida. Prezident maktabi bitiruvchilarining ochgan birinchi akademiyasi aytib o'tganimdek, Blueprepda matematika, ingliz tili, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish darslari o'tiladi. Let's go. Bizda prezident maktabi imtihoni haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, 2 bosqichli imtihon bo'ladi. Matematikada eng yuqori ball to'plagan 480 kishi qabul qilinadi. Avvalambor biz fokusimizni matematikaga qaratishimiz kerak. Ikkinchi bosqichda bizda tanqidiy fikrlash, muammoli masalalar va ingliz tilidan savollar tushadi. Birinchi bosqichda 30 ta savol matematikadan bo'ladi, ikkinchi bosqichda esa tanqidiy fikrlash 16 ta, muammoli masalalardan 24 ta, ingliz tilidan esa 40 tagina savol beriladi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rsangiz 24 talikka kirasiz, lekin bizning maqsadimiz, Blueprepning maqsadi top 10 talikka kirish. Demak, ketdik. Nega matematikani o'rganishimiz kerak? Chunki 480 talikka kira olmasak, ikkinchi bosqichda ham qatnashmaymiz degan fikrni uyg'otadi. Bundan tashqari, matematika bu har bitta fanning kaliti deb hisoblayman. Men o'zim ham Sirdaryo Qorako'l maktabida o'tganman. U yerda olimpiadaga tayyorlandik. O'sha Sirdaryo Qorako'l maktabida matematikani chuqur o'zlashtirib, keyin qolgan fanlarni ham o'zlashtirishimga juda ham katta o'z hissasini qo'shgan. Matematika undan tashqari tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham yordam beradi. Muammolarga mantiqiy yondashishni o'rgatadi, yuqorida aytib o'tganimdek, va turli sohalarda muvaffaqiyatingizga erishishingizda eng muhim rolni tutadi. Ketdik. Bepul matematika darsimizda nimalarni o'rgatamiz? Son, raqamlar va ularning xususiyatlarini o'rganamiz. Keyingisida tenglamalarni aniq ishlash, geometrik shakllar ustida ishlaymiz. Keyin ma'lumotlar tahlili, tablelar bilan, ya'ni jadvallar bilan ishlaymiz, diagrammalar. Bundan tashqari mantiqni savollarga qo'llab ishlashni o'rganamiz. Ya'ni logikani har qanday savollarga, turlariga mos bo'lgan logikani ishlatib, eng aniq bo'lgan javobni topishga sizlar bilan harakat qilamiz, Xudo xohlasa. Qanday qilib o'rganamiz? Xo'p, bizda hozir video darslar tayyorlayapmiz. Har bir dars 10-15 minut bo'lishi rejalashtirilgan. Bu vaqt oralig'i eng optimal vaqt deb topilgan. Chunki 10-15 minutdan oshib ketadigan bo'lsa, sizni qiziqishingiz so'nib qolishi mumkin. Ham 10-15 minut bu mag'zini chaqib olishga kerak bo'ladigan eng aniq shirali vaqt deb topilgan ko'pchilik tarafdan. Keyin qadama-qadam ishlaymiz har bitta savolni. Bo'laklarga bo'lib olamiz. Har bittasini tushunib ishlaymiz. Uchinchisi, masala va aniq usullar. Haqiqiy imtihon savollari va ularni haqiqiy savollarni ko'rib chiqamiz, imtihonda tushganlar aniqlarini va birgalikda sizlar bilan tahlil qilamiz. Baribir haqiqiy savollarni yechsak, imtihonda bizga osonroq bo'ladi. Ham haqiqiy savollarni yechganimizda o'zimiz qandaydir ko'nglimiz to'q bo'ladi. Men uchun shunday. Misol uchun IELTS imtihoniga kirganimda ham haqiqiy tushgan savollarni ishlasam, mazza qilaman. Xotirangizni muhrlash uchun interaktiv savollar. Yuqorida aytib o'tganimdek, bilmingizni sinash uchun qiziqarli savollarni xohlasangiz Telegramga ham tashlab yuboramiz. Har kuni o'tib opsiyaniyada qoldiraman. Linkini Blueprep Academy'ning linkini qoldiraman. Telegramdagi havolasidan o'tib olsangiz, kanalga qo'shib olasiz, kunlik savollarni yechib borasiz va kunlik javoblarni, tahlillarni ham tashlab yuboramiz u yerga. Ketdik. Bular ketdi. Let's go.
Endi biz o'quv maqsadlarini qo'yib olishimiz kerak. Tayyorlanayotganimizda mohiyatni 100% to'liq tushunishimiz kerak. Agar tushuna olmasangiz, o'zingizda kattalardan yoki tengqurlaringizdan so'rang. So'rash o'rganishning eng muhim katta kaliti. Agar hech kim yordam bera olmaydigan bo'lsa, boya aytganimdek, Blueprint adminga yozsangiz, o'zimiz ko'rishimiz bilanoq javob qaytaramiz, xudo xohlasa. Har kuni mashq qilish kerak. Aslida 1 soat, 1,5 soatlab mashq qilish kerak matematikani o'zida. Lekin agar shunchalik vaqtingiz juda ham tig'iz bo'layotgan bo'lsa, aytaylik, eng muhim tadbirlarda qatnashayotgan bo'lsangiz ham, o'sha kamida 15 daqiqagina takrorlab qo'ysangiz, bu narsa sizni intizomingizni buzmaydi. Ya'ni intizomni juda ham kuchli qilib olib boradigan bo'lsangiz, siz nafaqat matematikada, balki hayotiy ko'nikmalaringizda ham ancha yordam beradi deb o'ylayman. Ana aytdim, do'stlaringiz bilan birgalikda shug'ullaning. Bu narsa juda ham effektiv. Biz ham darsdan o'sha Prezident maktabida do'stlarimiz bilan imtihonga yaqin qolgan paytlarda juda ham diskas qilardik, ya'ni bahslashardik. Bitta misol o'rtaga tashlanardi, hamma o'zini ishlanish g'oyasi bilan aytardi, o'rtaga tashlardik. Keyin hammamiz agar bilmagan joyimizda o'rganardik. Qolganlar bilmagan joyda biz ham o'rgatib ham o'rganardik. Demak, bu narsa 2x o'zimizga ancha foyda keltirar ekan. Do'stlarni qayerdan topaman deyotgan bo'lsangiz, o'sha Blueprintni kanaliga qo'shiling. O'sha kanalning tagidagi opisiyalar, kommentariy sectionda qismida o'sha yerda sizga tengqurlaringiz o'z javoblarini ulashadi. O'sha yerda diskas, ya'ni bahslashangiz bo'ladi. Ketdik. O'qituvchingiz bilan tanishing. Ya'ni men kimman? Men Diyorbek Bahodirovman. Ikkala bosqichdan ham, Prezident maktabining ikkala bosqichdan ham birinchi o'rinda qabul qilinganman. Hozirda International Westminster University in Tashkentda tahsil olaman, 2-kursda. Qiziqishlarim stol tennisi. Stol tennisida Prezident maktabi bo'yicha birinchi o'rinda yurardim har safar. Viloyatlarda ham birinchi o'rinlarni olganman. Keyingisi tez yozish, kompyuterda klaviaturasida tez yozishga qiziqaman. Keyin shaxmat o'ynash. Shaxmatni to'g'risi tan olishim kerak. 10-sinfgacha yaxshi o'ynashni bilmasdim. Faraz qiling, 24 ta kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta 10-sinflarda o'zida 4 oydan keyin 2-o'ringa chiqa olyapman. Bu narsa juda ham kuchli yutuq deb o'ylayman. Bu narsa baribir yana o'sha intizom masalasiga taqalib boradi. Ya'ni, misol uchun shaxmatdan oladigan bo'lsak ham, men har kuni o'ynardim, har kuni intizom bilan kamida 1 soat o'ynardim har kuni. Shu narsa menga o'z mevasini ko'rsatgan. Bu narsa nafaqat shaxmatda, balki Prezident maktabiga ikkala bosqichdan ham birinchi o'ringa o'tishimda ham intizom eng katta rol o'ynagan desam adashmayman. Boshlashdan oldin nima kerak? Daftar va ruchka kerak albatta. Daftar va ruchka bo'lmasa, siz nimadir ishlashingizda yoki bo'lmasa men aytgan narsalarni yozib olishingizda qiynalishingiz mumkin. Xotirangizni saqlashda qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun daftar va ruchka bo'lishi majburiy. Keyingi internet va qurilma kerak. Bu narsa menimcha hozir ham qaysidir qurilmada ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Agar o'zingizni vaqtingizga qarab, o'zingizda bo'lsa yaxshi, bo'lmasa kimlardandir so'rab tursangiz yaxshi bo'ladi dars qilishga. Keyin albatta aniq va yaxshi niyatni qo'yib olish kerak. Va yuqorida aytganimdek, 24-o'rinda kirsam ham bo'ldi degan niyat kerak emas. Biz har safar o'sha to'murdalikka yoki bo'lmasam 1-o'rinda kiraman degan maqsadni qo'yishimiz kerak har safar. Va shuni ustida ish olib borishimiz kerak. Keyin men eng yoqtirganim bu suv ichish. To'g'ri, suv ichish, to'g'ri eshitdingiz. Suv ichish bu bizning miyamizni yaxshi ishlashiga, diqqatimizni jamlashimizga eng katta hissa qo'shuvchi omillardan biri deb hisoblayman. Bu narsani nafaqat Prezident maktabiga tayyorlanayotganingizda, balki xohlagan, misol uchun
qaysidir sport turini o'ynayotganingizda ham yoki bo'lmasam miya ishini talab etadigan ishlarni bajarayotganingizda ham suv ichib olsangiz bu narsa ishingizni juda ham samaradorliroq qiladi. Ketdik. Sizning sayohatingiz shu yerdan boshlanadi. Bu yerga yetib kelgan bo'lsangiz juda ham yaxshi, tabriklayman. Shu nechta prosmotr ko'rilgan bo'lsa yoki bo'lmasam shu paytgacha kimdir ko'rgan bo'lsa, menimcha yutdi deb o'ylayman. Chunki to'g'ri yo'lni topdinglar, Blueprep. Prezident maktabiga kirgan o'quvchilar orqali sizlar dars olasizlar, ular ham yetarlicha ko'nikmaga ega. Bu sizning matematikaga qo'ygan birinchi qadamingiz. Birgalikda har qanday imtihon savollari, misollarni, ularning yechimlarini ko'rib boramiz sizlar bilan. Let's go. Unutmang, har qanday katta marra va muvaffaqiyat kichik qadamlardan boshlanadi. Blueprep bilan hammasi oson. Yaxshi niyat qo'ydik. Demak, Telegram kanalimizga hoziroq ulanib oling. Shunda so'nggi xabarlardan qolib ketmaysizlar. Ham tengqurlaringiz ko'radigan narsalardan qolib ketmaysizlar. Juda ham foydali ma'lumotlar tashlab olinadi. O'sha boshidan boshlab, kanalni boshidan boshlab ko'rib chiqsangiz juda ham yaxshiroq bo'ladi. Kunlik savollar tashlaganmiz, ularning ham yechimlari bor. Savol va murojaatlar uchun Blueprep adminga yozsangiz bo'ladi. Demak, bizning birinchi videomizni ko'ring. U son turlari va natural sonlar haqida bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Omad.